Video ko'rib o'tirsam bittasi aqlli odam chiqdi-da, aytayapti. Gapirayotgan paytingizda kimdir gapingizni bo'lishlariga yo'l qo'ymang. U sizning shaxsiy chegaralaringiz. Agar kimdir gapingizni bo'lsa, iltimos meni gapimni bo'lmang deyishga harakat qiling. Hatto u dadangiz bo'lsa ham deydi. Dadangiz bo'lsa, dada gapni bo'lmaydi. Dadani dadasi haqida gapirayotganingizda indamay turish mumkin. Boshqa payt ham gapni bo'l. Siz gapirayotganingizda dadangiz gapiraversa, siz dadangiz gapirmoqchi bo'lgan mahalda oldindan bilmasdan gapingizni noto'g'ri paytda boshlagan bo'lasiz. Iloji yo'q. Dada gapim bil. Voy, bu suitsid yangi usulimi bu unaqa deyish? Men sizlar bilmadim, men uni deya olmayman. Men ikkinchi marta tug'ilmayman o'zi. Qanday shaxsiy chegaralarim buzib. Qanaqa shaxsiy chegara? Sen o'zi dadangning shaxsiy chegarasidan tug'ilgansan, dog'dir. Qanaqa shaxsiy chegara? Gapirish mayli, uyquni ham bo'lishi mumkin bo'lgan yagona odam dada. Kechqurun 3:30da uxlab yotganingizda telefon qilib turib, uxlamayotgandim. Yo, uxlayotgandim deya olmaysiz, chunki keyin yana dars o'sha issiq joyda yotishingiz kerak. Yo'q, siz oshnalarim bilan o'tiruvdim, anaqa Braziliyani aholisi qancha ko'rib bergan deyishi mumkin bo'lgan